hozir kelinlar ham odamiga qarab salom beryapti hozir. Yonida kelin yanga bor, kimga qancha egilish kerakligini belgilab berib turadi u. Masalan, qaynotasiga salom desa, kelin 3 marta chiroyli qilib qaynataga salom berib qo'yadi mana shunaqasidan. Chunki qaynota kelinga himoyachi bo'ladi-da. Agar xotiniga duxi yetsa shunda ham o'zidan o'zi bo'lmaydi shu ma'noda. O'g'il tug'dim deb kerilgan, kelinni siqib semirgan. Salom salom kelin salom, qaynonasiga salom desa kelinni to'xtatib bo'lmaydi. Mana shu qotdan ketdi. Qaynona ham bo'ldi deyish yo'q. Egilib, ha? Egilib. Chunki sovchilikka borib, qovushlar yetilib ketganda alamini olyapti. Keyin bu yog'i salom odamga qarab ketaveradi. Amaki tog'alarga salom sal bu yoqdan qaytaveradi mana shu. Amaki tog'alarga o'tkazib qo'ygan joyi yo'q, mana shu bo'ladi. Amma xolalarga salom sal bu yoqdan qaytaveradi mana shu bo'ladi. Amma xolalarga do'ndirib qo'ygan joyi yo'q mana shu. To'yga ham mehmondek kelib, mehmondek ketishdi mana shu bo'ladi. Qo'ni qo'shnilarga salom desa, qo'shnilarga halitdan egilib olish shart emas.